Dipumuldan Afsonalar vodiysigacha shar bilan ketasan. Qani lekin bajara olmasa kichkina olib tashlaysan. Bo'ladi? Bo'ldi. Kelishib ko'ramiz. Do'stlar, o'sha dilini bergan shar bilan Namangangacha piyoda borish kerak. Allohim nozijon safarlari bexato bo'lib, xursandchilikda o'ylagan maqsadlariga erishib, sog' salomat yetib borishligini Allohim o'zi nasib qilsin Asadga. Odatdan so'z ochganda birlashlansa, nomardlardan so'z ochganda ko'z yoshlansa, davralarda dunyolarda gap boshlansa, ota-onam boy deb emas, ota-onam bor deb qulon. Do'stlar deb 16 kun sizlarni qulomiyalarni yegan dedik va nihoyat bugun mana shartda o'z nihoyasiga yetkazdim. Tabriklaymiz ham, o'zimizning sovg'amizni ham berdi. Yaxshi kunlaringiz ishlatgan ukam. Ijodingga xudo xolasa sizlarga yaxshi proyekt tayyorlab qo'yganman deyapti, o'shanga tikaman deyapti o'sha pullarni. Tabriklaymiz. Do'stlar, va nihoyat yetib keldik mana. Addushi o'tiribmiz. Boycha gap bor ekan sizlarda, gapiring. Shart tugadi va nihoyat yetib keldik. Biz ertaga gullar bayramida bo'lamiz, ya'ni Bobur bog'ida. Hammanglarni kutib qolamiz.